Sayohat qilish kerak yigitlar, yoshlar. Sayohat insonni pishiradi. Musofir bo'lmaguncha nima degani bu? Ha, o'sha safarga chiqasan, qiyinchilik ko'rasan, o'zingni nimaga yarashingni ko'rasan. Yangi do'stlar orttirasan, vaqtingni naq o'zingga sarf qilasan, kayfiyating chog' bo'ladi, internetga bog'liqlik degan kasaldan omonda bo'lasan. Katta shaharlarda yashaydigan odamlarni asablari bilan kichkinaroq shahar yoki qishloq joyda yashaydigan odamlarni taqqoslasangiz, albatta farqi bor. Shaharda tor ofislarda ishlaydigan odamlar bilan dala bog'da ishlaydigan odamlarning asablarning o'rtasida katta farq bor. Katta shaharlarda yashaydigan odamlarning juda ko'p qismini fe'li tor, asabi tarang. Biroq ularga gapirmasa iloji bo'lsa, tek qo'ymani deydi. Bitta gap kam, ikkita gap ko'p. Sal narsaga lopat yonib ketadi.